Assalomu alaykum Olov Chorva kanal obunachilari, hurmatli sigir ishqibozlari, chorva ishqibozlari, aka-uka ishqibozlar. Bugun sizlarga Andijon viloyat Marhamat tuman Dehqonobod qishlog'idan sotiladigan 2ta bo'g'oz, bitta qisir puli yengil molimiz bor. Shularni bir qator obzor qilaman akalar. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar har kuni kechqurunda, mana shu soat 4 larda jonli efirlarimiz bo'lyapti. Bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Zo'r mollar chiqadi, xudo xolasa jigarlar. Xo'p, akalar, bu molimiz tishlari 8 kurak, 7 oylik bo'g'oz jigarlar molimiz. Bo'ylari 130 ga olaverasizlar. Kichkina mol emas, xudo xolasa. Yeb ichishidan, sog'ligidan va shu muammosi yo'q mol izlagan obunachilarimiz uchun maxsus video qilyapmiz akalar. Mana akalar, 7 oylik bo'g'oz, bo'ylari 130, xudo xolasa, tutamlarni qaranglar, 4 yilim bir joyda akalar. Yeb ichishidan, sog'ligidan va shu muammosi yo'q mol so'ragan obunachilarimiz uchun. Akalar, narxi o'ta yengil. Narxi akalar, bu molimizni 27 million so'm kami bor jigarlar. Ekranga nomerlarni chiqarib qo'yaman akalar, obuna bo'lib, xudo xolasa gaplashaverasizlar. Xo'p, navbatdagi molimizga keladigan bo'lsak, suti bor, ham bo'g'oz, ham suti bor yosh mol so'ragan obunachilarimiz uchun akalar, bitta talg'ir suti ko'pidan mol ko'rsatyapman akalar. Jigarlar, bu molimizni 5 litr suti bor. Orqalarini qaranglar, molimiz akalar. Buni ham molimiz akalar, tishlari 8 kurak, buning ham 8 kurak. Sog'liklari, yeb ichishlari zo'r akalar. Bu qaranglar. 5 litr suti bor. Bu chiqini qaranglar. Bu qaranglar, bu sut chiqishini akalar mana. Bu girant akalar, xudo xolasa. Muammosi yo'q. Molimiz akalar 5 oylik bo'g'oz, 5 oylikdan o'tgan 5 oylikka olaverasa, bo'ylari 1.35, 1.30 ga olaverasizlar. Dastavkalarimiz vodiy bo'ylab besplatni yetkazib beramiz akalar. Molimizning narxiga keladigan bo'lsak, molimizni narxi 28 million so'm kami bor jigarlar. Mana. Ikkita chiroyligidan topib qo'ydim jigarlar. Mana. Bittadan like bosib, padishga qilib turasizlar akalar, xudo xolasa. Mana shu ikki molimiz bugungalikka sog'liklaridan, yeb ichishlaridan muammosi yo'q. Mol so'ragan obunachilarimizga jo'natib qo'yasizlar akalar videoni mana. Bormi ishqibozlari? Akalar 8 kurak tishlari mana molimizni. Xudo xolasa yeb ichishidan, sog'ligidan muammosi yo'q. Ma'lumotlarni ko'pini akalar efirda qilganman, efir saqlangan bo'lsa kirib ko'rib olaverasizlar. Mas kanalga obuna bo'lib kuzatib tursanglar, xudo xolasa jigarlar mana. Molni ko'ryapsizlar, e'tiboshlar turishlarni qaranglar jigarlar. Mana 27 million, 28 million so'm akalar. Bitta bomba molimiz bor. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi o'ta yengil. Bitta dehqon akamiz akalar buni uzoq yil baqqan ekan. 9 million so'm akalar mana. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz besplatniy vohalarga kelishamiz. 9 million so'm jigarlar, ikkita tish bosgan akalar bu molimiz. Bo'yi 1.15 kiloga olaveringlar. Kichkina mol akalar, shuning uchun arzon qo'yapmiz. 4 litr bir xamirga suti bor. Mana. Jigarlar, molni ko'ryapsizlar. Bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'ymaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar jigarlar. Bugungi sanalar yana bir qator eslatib o'tgandan 21-fevral hafta kuniga shanba akalar. Hammalarga hafta kunimizni shanbasi, ertaga bozor dam olish kunlariga hammalarga omad tilab qolamiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungalikka mana shu ikki molimiz bor edi. 27, 28, 9 million so'm akalar. Obuna bo'lmay kuzatayotgan obunachilarimiz obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. To'liq videoda yana akalar jonli efir qilganmiz, shundan ko'rib olishinglar mumkin. Ikki molimiz, uch molimiz ham yeb ichishining sog'ligidan muammosi yo'q.